Diqqat, shoshilinch xabar. O'zgidromet agentligi 15, 16 va 17 mart kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Ushbu kunlarda O'zbekistonning qaysi viloyatlarida yana yomg'ir va qorlar bo'lishi e'lon qilindi. Barcha fuqarolar tezda ogoh bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi shov-shuvli yangiliklarni kuzatib borish uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 15 va 16 mart kunlari kechasi harorat 2 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida 15 martdan 17 mart kunlarigacha yog'ingarchilik kutilmaydi. 18 mart kuni ayrim joylarga yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 15 mart kuni kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Navoiy viloyatining shimolida kechasi harorat 3 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi. 15 martdan 17 martgacha hech qanday yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina 18 mart kuni ayrim joylarga yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 15 mart kuni kechasi harorat 0,5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. 16 mart kuni kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi mumkin. Faqat 16 mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 17 mart kuni esa 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 15 mart kuni kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. 15 martdan 17 martgacha kechasi harorat 7-12 daraja iliq, kunduz kunlari 18-23 daraja iliqqa ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 15 mart kuni kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. 16 martdan 18 martgacha kechasi harorat 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 darajagacha ko'tariladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Faqat 16 mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 15 mart kuni kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 16-18 mart kunlarigacha kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduz kunlari 5-10 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.